Ko'pchilik meni 19 yoshimda ko'p ovqat yeb semirib ketgan deb o'ylashadi. Aslida men shu birinchi farzandim o'g'lim nobud bo'lgandan keyin ancha payt homilador bo'la olmaganman. Homilador bo'lish uchun qilmagan ishim, bormagan joyim qolmagan. Shularning orasida to'g'ri, noto'g'ri, shu gormonlarni ham, ukollarni ham olib qo'yganim hisobiga 105 kilo bo'lib semirib ketganman. O'sha paytda men o'ylamaganman ham, voy, ozishim kerak, men homilador bo'lsam bo'ldi degan fikr bo'lgan. Aniq esimda Rossiyadan professor частный klinikaga kelgan. O'shanda o'chirsam ko'paydi, konsultatsiyasi ham qimmat edi. Oldiga kirganman. Kirgan paytimda bitta meni ko'rgan, analizlarimni ham ko'rmasdan turib, birinchi gapirgan gapi, "Sen ozib keyin meni yonimga kelgin" degan. Men hayron qolganman. "Sen ozmaguningcha, sen ikkiqat bo'lmaysan" degan. O'shani gapi shunday yuragimga tegan. O'shandan keyin ozishni boshlaganman. Tabiiy yo'l bilan ozganimdan keyin hech qanaqa ekolasiz, hech qanaqa dori, gormonlarsiz tabiiy yo'l bilan homilador bo'lganman. Allohga behisob shukr, hozir 3 ta qizlarning mehribon onasiman.